Davleniyasini qaranglar. Davleniyasi ham dahshat, penani ham professional tarzda sochib berar ekan. Bu qanday ajoyib uskuna ekan deb qiziqib turgan mijozlarimiz uchun bu o'zimizni o'sha kichkinagina bittagina trenddagi MVD 165 modelimiz. Quvvati 1400 vatt, maksimal davleniyasi 165 bar, daqiqasiga 6 litr suv rasxod qiladi hamda chelakdan tortib olish xususiyatiga ega. Ushbu ajoyib uskunamizni sotib olmoqchi bo'lgan mijozlarimiz hoziroq epamarket.uz saytimizga kirib turib 1 515 000 so'mga xarid qilishlari mumkin. Ko'rishguncha xayr.